Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. 2 yilda bir echiladigan yig'inda irqiy qirg'inchilik siyosatlari qayta ta'kidlandi. Xitoyning 10-chi qatamliq atalmış mamlakatlik Şinjanğa nishonliq yordam berish xizmati yig'ini Xotanda echilgan bo'lib, Xitoyning yuqori darajalik amaldori Wang Honing yig'inga qatnashgan va irqiy qirg'inchilikqa aloqador siyosatlarini davomli kuchaytirib ijro qilish kerakligini ta'kidlagan. Xitoy tashviqot organlarining xabar qilishicha, 2 yilda bir qatim o'tkazilib kelgan mazkur yig'in 7-iyuldan 9-iyulgacha Xotanda echilgan. Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashning raisi Wang Honing yig'in uchun Sharqiy Turkistonga borgan. Yig'inga yana atalmış yordam berayotgan 19 o'lka bevosita qarashliq shahar va Xitoyning bir qism markaziy organlarining mas'ullari qatnashgan. Wang Honing yig'inda Xitoy Kompartiyasining Sharqiy Turkistonni boshqarish tadbirini to'liq izchillashtirish, atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlash, atalmış jamiyat muqimligi va adabiy aminlikni ishga oshirish kerakligini da'vo qilgan. Oldingi navbatlik atalmış Şinjanğa nishonliq yordam berish xizmati yig'ini 2023-yili sentabr oyida Qashqarda echilgan bo'lib, u yig'inga Wang Honing qatnashgan edi. Xabardan ma'lum bo'lishicha, Wang Honing bu qatimmo o'xshashlar millatlarning aralishishi, almashtirishi, yo'g'rilishini ilgari surish, atalmış Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirishni, bashni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosatlarini takrorlagan. Shuning bilan birga bu qatimliq yig'inda Sharqiy Turkistonning janubidagi gavdalik masalalarni hal qilish, jamiyat muqimligini qo'g'dash kerakligini burunqidan farqli holda alohida ta'kidlagan. Xitoy yillardan buyon Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatini turli nomlar bilan pardozlab kelgan bo'lib, atalmış Şinjanğa nishonliq yordam berish buning tipik misollaridan biri hisoblandi. Xitoy bu xil siyosati va aloqador yig'in faoliyatlari orqali bir tarafdan Xitoy aqollarini yo'tkab, Sharqiy Turkistonning turli boyliqlarini talon-taroj qilayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan majburiy assimilyatsiya xitoylashtirish siyosatlarini ijro qilmoqda. Bu qatimliq yig'inmo Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini qilcha bo'shatmay davomlashtirganligini ko'rsatib bermoqda. Amsterdam parlamentida Sharqiy Turkiston atalg'usi haqidagi taklif ma'qullandi. 9-iyul Amsterdam shaharlik parlamentida Denk partiyasi sungan Şinjan atalg'usi o'rniga Sharqiy Turkiston atalg'usini ishlatish haqidagi taklif loyihasi ovozga qo'yilib, 13ga qarshi 26 ovoz bilan ma'qullandi. Mazkur taklif loyihasini Denk partiyasining parlament a'zosi Sulaymon Kuyuncu Amsterdam shaharlik parlamentiga sungan bo'lib, taklifda hukumat bayonotlari va hujjatlarida Şinjan degan nomning o'rniga Sharqiy Turkiston iborasini ishlatish talab qilingan. Sulaymon Kuyuncu bu vaqtda to'xtalib, bugun Amsterdam faqat bir ism tanlamadi, balki zulmga uchirgan bir xalqning yanida turdi degan. Gerçi Amsterdam shaharlik parlamentida bu taklif loyihasi ma'qullangan bo'lsa-mu, Amsterdam shaharlik hukumat Sharqiy Turkiston iborasining siyosiy mohiyatini ko'zda tutib, bu atalg'uni hukumat nomidan ishlatilmaydiganligini bildirgan. Shundaqdimi navbatdagi dunyo siyosatida oz ko'riladigan bu qadamning tarixiy ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanmoqda. Bu yil aprel oyida Denk partiyasining raisi va parlament a'zosi Stefan van Barley Gollandiya parlamentiga bir taklif loyihasi sunib, hukumatning barliq aloqalarida va hujjatlarida Şinjan degan nomni emas, balki Sharqiy Turkiston degan ismni ishlatishni talab qilgan edi. Ammo taklif loyihasi rad qilingan edi. Pokistonda 50 ga yaqin Xitoy qo'lga olindi. Pakistan soqchi doiralari 10-iyul bir aldamchilik o'visini bitchit qilgan bo'lib, tuyuqsiz ijro qilingan harakatda 50 ga yaqin Xitoyni o'z ichiga olgan 149 kishini qo'lga olgan. Pakistan davlatlik to'r jinoyati tekshirish idorasining bayonotida bildirilishicha, harakat jarayonida soqchilar Pokistonning sharqidagi ishlab chiqarish markazi hisoblanadigan Faysalobodda cho'ng tipdagi chaqirish markazini bayqagan bo'lib, bu markaz shaxlatib setish va mablag' silish aldamchiligiga chetishliq ekan. Qo'lga ilingan 109 kishining 71 chet ellik bo'lib,
48'i Xitoy ekan. Saqchilarning dokladida qayd qilinishicha, aldamchilik shaykisi YouTube, TikTok, WhatsApp va Telegram qatorliq so'plardan foydalanib turlik usullar bilan aldamchilik qilgan. Yaqinqi yillarda Xitoyning chet eldagi aldamchilik jinoyatlari orqama-orqa pash bo'layotgan bo'lib, Turkiyaning aloqador doiralari bu yil 5-oyda Turkiyaning 30 ga yaqin viloyatida ijro qilgan harakatda Xitoyning davlat hal qilgan g'oyat zo'r aldamchilik guruhini bichit qilib, 70 ga yaqin jinoyat gumondorini qo'lga olgan edi. Tekshirish jarayonida Xitoyning mazkur jinoyat to'rining ko'plagan davlatlarga chetilganligi, aldamchilik orqali bir yilda dunyo miqyosida erishgan foydasining 12 milliard dollarga yetadiganligi fosh qilingan edi. Amerika va Xitoy tashqi ishlar ministri uchrashdi. Savdo, mudofaa va boshqa masalalar atrofidagi jiddiychilik kuchayayotgan bir paytda Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bugun Malayziyada tunji qitim yuzturana ko'rishdi. Bu uchrashish poytaxt Kuala Lumpurda o'tkazilayotgan Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi tashqi ishlar ministri yig'ini harpisida ro'yobga chiqqan. Bu Marco Rubio'ning prezident Trumpning kuchayayotgan tamojna bojlari tahdidlari va ittifoqdoshlariga mudofaa xarajatini oshirish bisimi kuchayayotgan bir paytda Amerika tashqi ishlar ministri sifatida Osiyoga qilgan tunji ziyorati hisoblandigan. Uningdan ilgari Rubio yana Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan so'zlashgan bo'lib, uchrashishdan keyin u Xitoy taraf Rossiyaning tirishchanligini ochiq-oshkora qo'llab keldi. Meningcha ular odatda tutilib qolmasdan, qo'lidan kelishicha ularga yordam berishni xohlaydi degan. Gerçi Amerika va Xitoyning hech qaysisi Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqining a'zosi bo'lmasa-mu, rayondagi nurg'un davlatning taraf tanlashidan ehtiyot qilishga qaramay, har ikki davlat Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarini o'ziga tortib kelmoqda. Marco Rubio 14 yil Cumhuriyetçiler Partiyasining palata a'zosi bo'lgan mezgilda Xitoyga qarshi qattiq qo'l shaxs deb tanilgan edi va 2020-yili Xitoy tarafidan qora tizimlikka kirgizilgan edi. Uning ismi hozirmo Xitoyning jazo tizimligida turmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.